kasal odam taomni mazasini tatmaydi. Kasal odamdan maza olib qo'yiladi, quvvat olib qo'yiladi, gunoh olib qo'yiladi. Kasal odamdan. Farishtaga buyurar ekan Alloh mazasini berdirkan, maza qaytadi. Keyin bunday qarasangiz, sekin tuzni bildim, hitni bildim deymiz, to'g'rimi? Koronavirus bo'lishni mana bilmadik-ku. Keyin farishtaga quvvatni berdirkan Alloh. Keyin quvvat berilar ekan kasalga, yana turar ekan oyog'iga. Gunohni olgan farishta turaverar ekan. Oxiri Alloh bu ikkovi qo'ydi, men ham qo'yaymidir ekan. Alloh aytar ekanki, meni ulug'ligimga to'g'ri kelmaydi, gunohini olib turib yana boshqatdan qo'yish, tashavvur bunidir ekan. 1 soatlik istima 1 yilgi gunohni yuvadi deb payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Nima demoqchiman? Men kasal odam taomni mazasini bilmaydi deb misol qilganim sababi, qalbi kasal odam ibodatlarning mazasini bilmaydi.